Halima Ibragimova vafot etgandan so'ng Makka da mo'jiza ro'y bergani haqida bilarmidingiz? Azizlar, videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu galgi sonimiz juda ham qiziqarli. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Singlimning vafotidan so'ng Makka da mo'jiza ro'y berdi. Halimaga umra safariga borish nasib qilmadi. Kasallik bilan kurashib yotganida menga tezroq xorijga chiqish pasportini oling, 4 opa-singil umraga borib ibodat qilib kelamiz degandi. Lekin birga borish nasib qilmadi. Mo'jizani qarangki, Halima vafot etib, hali jasadi uyga kelmagan paytda jiyanim bir taksiga chiqibdi. Taksichi erkak jiyanimga Halimaning qarindoshi ekanidan xabari yo'q holda, "Singlim, eshitdingizmi? Aktrisa Halima xonim ham o'tib qolibdi. Mening onam hozir Makkada umra ziyoratida." Internetda shu xabar tarqalganida mendan "Shu rostmi?" deb so'radi. Ha desam, "Men kecha Halimani Ka'baning yonida qora toshga suyanib turganini ko'rdim-ku. Aniq Halima edi" dedi onam. "Demak, mo'jiza bo'libdi-da" dedi. Allohning mo'jizasini qarang. Halima singlimga umra badal nasib qilibdi deydi marhumning opasi.